Hurmatli obunachilar, ko'pchilikdan savollar bo'ladi. Farmatsevt o'zi qanaqa bo'lishi kerak, GPP standarti bo'yicha farmatsevtlar qanaqa ishlash kerak degan savollar juda ham ko'plab kelib turadi. Men bugun videoni olishimdan maqsad O'zbekiston hududida, ya'ni xalqimiz orasida farmatsevtlar qanaqa bo'lishi kerak va meni nazarimda ideal bo'lgan farmatsevt va uni noideal, ya'ni teskarisi eng yomon bo'lgan farmatsevtlarni xususiyatlarini keltirib o'tmoqchiman. Mijozlarni sog'lig'i haqida unutib qo'yishyapti. Bu juda ham achinarli holatlar. Hozir sizlarga bir nechta holatlar keltirib o'taman. Bulardan birinchisi, farmatsevt xodim o'zi sotayotgan dori vositasini sifatiga, uning effektiga juda ham muhim ahamiyat qaratishlari kerak. Birinchi o'rinda o'sha berayotgan, tavsiya qilayotgan yoki sotayotgan doringizni sifati, uni effektini, ya'ni uni o'sha ta'sir doirasini, o'sha kasallikka yoki o'sha simptom sabablarni yo'qotishiga yordam berishiga ahamiyat berish kerak. Ya'ni hozirgi kunda farm bozorida, O'zbekiston farm bozorida ko'plab dorilarning xilma-xilligi juda ham oshib ketgan. Ma'lum bir turkumga kiradigan dorini o'nlab, ba'zida 20lab, ba'zida 30ga yaqin turlari bo'ladi. Ularni tavsiya qilishda asosan ularning tarkibi bir xil bo'lishiga qaramasdan, ularning ta'sir doirasi, effekt deydi rus tilida, effekti har xil bo'lishi mumkin. Ideal farmatsevt bunga juda ham qattiq ahamiyat qaratishi kerak. Aslida tibbiyot etikasi degan narsa bor. O'sha tibbiyot sohasidagi xodimlar buni juda ham yaxshi biladi. Misol uchun vrachlar, doktorlar dori vositalarini o'sha kimgadir yozayotganda, retsept yozayotganda, o'sha vrach bilan bemorning o'rtasiga faqatgina kasallik bilan bemorning o'rtasiga faqatgina dorini sifatigina tushish kerak. Undan tashqari boshqa bir moddiy yoki ma'naviy rag'batlantirishlar, qandaydir farm kompaniyalar tomonidan rag'batlantirishlar tushmasligi kerak. Bu tibbiyot etikasida juda ham chiroyli yoritib qo'yilgan. GPP standartlarida ham etika qoidalari degan alohida mavzu yoritiladi. Bunda ideal farmatsevt qanday bo'lishi haqida juda ham yaxshi misollar bilan keltirilgan. Endi ideal farmatsevt qanday bo'lishi kerak? Meni o'zimning nazarimda shunday bo'ladiki, farmatsevt xodim ishga kelishi bilanoq dorixonadagi barcha jarayonlarni, dori vositalarini saqlash, dori vositalarini tavsiya qilish, bemorlar bilan suhbatlar jarayonlarida o'zlari etika qoidalari, yana madaniyat qoidalariga rioya qilgan holatda o'sha ishlashlari kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda, agar farmatsevt dori vositasini tavsiya qilar ekan, uni dori vositasini ishlab chiqaruvchisi qanaqa, kim, qachon ishlab chiqarilgan, effekti qanaqangi bir исследование deydi rus tilida, izlanishlardan o'tgan, ya'ni effektli darajasi qanaqa darajada, ya'ni chet elda qanaqangi ilmiy izlanishlar tekshirilgan, barchasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Bu degani farmatsevt xodim o'z-o'zidan kelib chiqadiki, muntazam ravishda o'qib, o'rganib borish kerak. Farmatsevt o'zini ish faoliyati davomida agar dorixonasiga yangi dori vositasi kelib tushadigan bo'lsa, u dori vositasining sifatini, u dori vositasini o'sha ilmiy tekshirishlardan o'tgan yoki o'tmaganligini, u dori vositasini kim yaratgan, kim kashf qilgan, qachon kashf qilgan, nimaga u dori vositasi kashf qilindi, nimaga eskilaridan yangiligi nimada, eskilardan farqi nimada, hammaligini bilish kerak. Agar u bilmaydigan bo'lsa, uni o'rganish kerak. Shuning uchun ham aytganimdek, farmatsevt xodim muntazam ravishda o'z ustida ishlab, o'z ustida bilimlarini rivojlantirib borish kerak. Farmatsevt hech qachon to'xtashga haqqi yo'q. Chunki farmatsevtika sohasi to'xtagani yo'q. Agar qaysidirki farmatsevt to'xtab qoladigan bo'lsa, u boshqa bir dorixonalardan orqada qolib ketadi. Oqibatda o'sha dorixonani rentabilnosti tushadi yoki foyda keltirish xususiyatlari kamayib, dorixona oxir-oqibat yopilishga olib kelishi mumkin. Bu gaplarimdan dorixona egalariga juda ham taalluqli bo'ladi. Iltimos, dorixona egalari, farmatsevt xodimlarning bilimlari ustida muntazam ravishda shug'ullaninglar. Ularni treninglarga, har xil kurslarga beringlar, ular o'z ustida ishlashsin. Tibbiy vakillar tomonidan o'qitilishlarga, konferensiyalarga olib boringlar. O'zlaring ham ularning ustida ishlanglar muntazam ravishda, ularning bilimlarini tekshirib boringlar. Chunki inson o'zi ustida kimdir kaltagi bilan turmasa, dangasa bo'lib vaqt o'tishi bilan rivojlanishdan to'xtaydi. Dorixona egalari shu rivojlanishni muntazam ravishda amalga oshirmaydigan bo'lsa, dorixonasi oxir-oqibat boshqa bir dorixonalarning orasida konkurensiyada, raqobatda orqada qolib ketib, oxir-oqibat bankrotlikkacha borishi mumkin.
biz hozir ko'rib turgan misollardan, mana o'zi praktikamizdan ko'rib turgan misollardan shu ayon bo'lyapti. Kimki o'zini ustida ishlamaydigan bo'lsa, kimki rivojlanmaydigan bo'lsa, oxir-oqibat raqobatga dosh bera olmay yopilib ketyapti. O'zlaring bilyapsizlar, hozir farim bozorda juda ham raqobat katta, dorilar har xil, sortiment ko'payib ketgan. Soliq tomonidan yoki boshqa bir organlar tomonidan yangi shtrafnoy sanksiyalar yoki yangi bir qonun qoidalar chiqib boryapti. Bu eski sizlarda ishlab kelgan, shu kungacha ishlab kelgan stilinglarni o'zgartirishlarga, o'zlaringning komfort zonalaringdan chiqishlarga olib kelyapti. Ko'pchilik buni negativ baholayapti. Yonidagi ikkita apteka yopilib ketadigan bo'lsa, bitta o'zi qolsa, demak 3 ta aptekaning obyomi bitta o'ziga qoladi. Agar shu qiyinchiliklardan o'ta olgan, shu raqobatlarga dosh bera oladigan dorixonalar vaqt oralig'idan hozirgi qiyinchilikdan o'tib oladigan bo'lsa, kelajakda ularda yana ham rivojlanish, yana ham yaxshi natijalar, foydalar kutishi mumkin. Endi ideal farmatsevtga yana qaytamiz. Agar farmatsevt o'zini ishida ishlamaydigan bo'lsa, aytganimdek bora yangi dori chiqadi, uni nimaligini ham bilmaydi, u dorini yo'q deb qutulib qo'ya qoladi. Vaholanki kasal ketgandan keyin u dorini farmatsevt yaxshi xodim bo'ladigan bo'lsa, internetga yozib nimaligini, tarkibi nimaligini, qaysi guruhga kirishini, u guruh agar mavjud o'zini bilmaydigan yangi guruh bo'ladigan bo'lsa, o'sha farmakologiya kitoblarini ochib, bu guruhlarda qanaqa ta'sir mexanizmi, qanaqa uni so'rilishi, dozalashi qanaqa bo'lishini, agar u kitoblarda ham yozilmaydigan bo'lsa, vaholanki yangi molekula bo'ladigan bo'lsa, uni internetlardan o'sha har xil tibbiyot platformalari deymiz yoki o'sha jurnallardan oqtarib, uni o'sha уровень доказанность deydi, ularni o'qib chiqib, o'zini bir xulosasiga kelish kerak. Agar u haqiqatdan ham yangi dori effekti eski analoglardan yuqori turadigan bo'lsa, u dorini qayerdan bo'lmasin o'sha topib va albatta перечислениyaga, yana qayerdan bo'lmasin desam, yana o'zi kontrabanda eslanga kelishi mumkin. Realizatsiya qilishlarini so'rab qolardim. Ideal farmatsevt shunaqa holatda bo'lishi kerak.